20-noyabr 0 dan balon olmoqchi bo'lib yurganlarga, qishga tayyorlab ko'rayotganlarga 5 kun davomida 10 ta obunachimga, har kuni 2 tadan obunachimga bepul, ya'ni boshlang'ich to'lovsiz Nasiya savdoga balon beradigan joy topib qo'ydim. 25-noyabrgacha aksiya davom etadi. Marg'ilon Bahrindaman, qarang. Bahrindan kelish, Bag'li chorrahasi. Yo'lda bo'yida mana Nasiya savdoga balonlar chiqadi. O'zingiz rabochingizni olib olishadi, yaxshi pulga. Qolganiga 0 dan Nasiya savdoga balon chiqarib berishadi. Xolagan baloningizni keling faqat. Xolasiz rabochi, xolasiz yangisi, farqi yo'q, hammasidan bor. Charmxo desam, Jayrod desam, Go Forum desam, hammasidan bor. Zo'rlardan tortib, eng yaxshisidan tortib, eng o'rtasi. Aytganimdek, taksi akalarimiz, Damas'da kredit qiladigan obunachilarimiz. Xullas, sharoiti yo'q insonlar bo'lsa, bitta pasport bilan kelasizlar. Kreditlar aralashuvsiz, shunday o'zaro Nasiya savdoga chiqarib beradi. Ko'ryapsiz rezinkalarni. Hammasidan bor. Yo'q rezinkani o'zi yo'q. Hamma rezinka, mana biz obunachimiz kelgan akamiz, bu tomonda ham turibdi mana. Sagadiskalar hammasidan bor. Bemalol 4 ta balon nomidan kelaverasizlar. Marg'ilon, Bahrin. Bugundan boshlab 5 kun davomida har kuni 2 tadan insonga 0 dan bitta pasport bilan rezinka balon chiqarib berishadi. BYD balonidan tortib, eng pasti, misol uchun Tikodi balonigacha bo'lgan nomidan kelaverasizlar.